Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doktorlari muhim ichki organlarning tirik bemorlardan kesib elib, ularning o'lishini keltirib chiqaradi ekan. Avstraliya Davlat universiteti siyosat va xalqaro munosabatlar doktori Robertson bilan Isroiliya a'zo ko'chirish ilmiy jamiyatining a'zosi professor Lavi qatorliqlar o'pka va yurak a'zolarini ko'chirish operatsiyasiga oid minglagan xitoycha maqolani tahlil qilgan bo'lib, hayron qolarliq ko'p operatsiya misollariga asosan ichki a'zolarining tirik odamning badanidan ilinganligini bayqagan. Bu tadqiqot Sharqi Turkistondagi necha million lager tutqunlari va turma mahbuslarining xohlagan chog'da organ ta'minlashga va o'lishga majbur bo'ladiganligi haqidagi andishani paydo qilgan. Egilenishicha, turma va lagerdagi Uyg'urlarning biologiyalik uchurlari Xitoyning organ ombiriga bevosita ulangan bo'lib, qaysi tipdagi organ tepilib qolsa, shu inson qurbonlik nishoniga aylangan. Reuters agentligining 8 apreldagi xabariga qaraganda, Tayvan o'z davlatidagi 100 ga yaqin Xitoy shirkatiga qarata tekshirish olib borgan. Bu shirkatlarning Tayvan yerim o'tkazgich energiyalarini va boshqa texnika iqtisodlarini nishon qilgan to'g'risida ayblashlar bor. Dunyo yerim o'tkazgich ishlab chiqarish miqdorining 40%ni egallaydigan Tayvan yerim o'tkazgich shirkatini o'z ichiga olgan shirkatlar dunyodagi eng ilg'or o'zak ishlab chiqarish iqtidorining 98%ni egallaydigan bo'lib, Tayvan bu jihatda Xitoy ehtiyojli tajribaga ega. Pakistan Musulmonlar birlashmasi Navozning rahbari Shahbaz Sharif Pakistan Milliy Majlisida bosh ministerlikka saylangandan keyin qasam berib vazifasini boshladi. Aqsaray bayonotchi Jin Pisaki Pakistandagi hukumatning o'zgarishiga to'g'risida gullangan va demokratik Pakistan Amerikaning manfaati uchun har vaqt intayin muhim. Bu davlatning rahbari kim bo'lishidan qat'iy nazar u o'zgarmaydi dedi. Koronavirusi tunji bo'lib o'tirg'a chiqqan va navbatda yangi yuqum markaziga aylangan Xitoydagi xalqning isyonlari diqqat tortdi. Nol yuqum siyosatidan voz kechmagan Xitoy doiralari millionlagan fuqarolarni davomli karantin qilmoqda. Shu shaharlarning biri bo'lgan Shanxayda ta'minlash yetishmaslik bulangchilik voqealarini keltirib chiqardi. Doiralar bu rayondagi aholilarga o'zining asosliq ehtiyojining berilganligini bayon qilgan bo'lsa-mu, ammo suratlar amaliyotning o'xshamaydiganligini oshkorladi. Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumini ishg'oliyat deb tasvirlashni rad qilgan Xitoy doiralari Amerikaning Ukrainada ilib berayotgan urushda boshqa davlatlarni Rossiyaga iqtisodiy jazo yurgizishga majburlash orqali ma'lumotchilikdan foyda olmoqchi ekanligini o'tirib qo'ydi. Rossiyaning 21 aviatsiya shirkati Yevropa Ittifoqi komitetining Yevropa Ittifoqiga uchishni cheklangan aviatsiya shirkatlari tizimiga kirgizildi. Yevropa Ittifoqi komiteti bu aviatsiya shirkatlarining xalqaro bexatarlik o'lchamiga yetilmaganligini qaror chiqarishning sababi deb ko'rsatdi. Rossiya aviatsiya shirkatining 21 shirkati bilan birlikda Yevropa Ittifoqining qora tizimidagi aviatsiya shirkatlarining soni 117 ga yetdi.